Bugun sizlarga shahrimizning yuragi bo'lgan Gorgazdan Safiya domning etajli domning 7-etajidan uyimizni obzor qilamiz. Bu uyimizning zal qismimizning remontlari shikarniy darajada. Bu uyimiz pachka hovlida. Bu uyimizning koridor qismi ham neobычный. Uylarni biroz o'qishga boshlaymiz. Eshiklarga ham ahamiyat bering. Uyimizning spalni qismi ham dibda taqlangan. Uyimizning detskiy qismi. Bu detskiy uyimizning koridor qismi. Koridorda mebellar va televizor uchun joy ham qoldirib ketilgan. Bu ko'rib turganlarimiz oshxona. Oshxonada barcha mebellar bor, do'q kontrolli kotyoq, xolodilnik, uydagi barcha jihozlar qoladi. Bu uyimizda ikki xo'jalik uchun shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu sanuzul. Har bir xonadonimizda elita pardani osib qo'yilgan. Bilasizlar, Gorgazdan 3 xonali bo'lsa 10 kvadrat metrli xonadon topish mushkul. Bu ko'rib turganimizdek barcha jihozlar qoladi. Uyimizning narxi 77.960 dollar. Murojaat uchun telefonlar bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Instagram sahifamizga bering.